Uringan bilan joz umuman ishlamaydi. Qachonki xavfsizlik blokirovkasini o'chirmagunimcha, keyin pagurchi qismini bemalol ishlatishingiz mumkin. Agar biz ekskavator rejimi kerak bo'lsa, mana bosamizda va orqaga aylantiramiz. Bu ekskavator ishlatishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqa blokirovkani o'chiramiz va bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu knopkalari oldi lapalarniki, yon, chap, o'ng tarafni bu ustozini saqlash uchun. Bu blokirovkani o'chirganimizdan keyin bemalol stirlarni ko'tarib tushiradi. Bu blokirovka bu o'ynab ketmasligi uchun. Bu yaxshi tomoni keli. Nimaga josiylar bunaqa chiqqani, Zdinani o'zida chiqyapti endi. GCP Pro modellarda endi alohida yerda turmayapti. Mana bu yerda alohida o'zida turadi Zdinani o'zida. Zdinani o'zida turgan holatda bemalol hamda qayrib pagurchini ham, ekskavatorni ham ishlatsa bo'ladi. Ishlatib bo'lgandan keyin yana o'ngga burib bemalol bunday holatga bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Bu haydovchini qulaylik uchun. Oldi kovush hajmi 1 kubika, orqasi 0.20 motor. Ular teleskopiskiy 5 metrga bemalol chuqurlarni qosishi mumkin. GCB 36. Oldi jabr ochilib yopilar ekan, gilalar ham komplektda bo'lar ekan.